Xo'p, o'rtoqlar, sizlar uchun zo'r ma'lumot. O'g'il bolaga ham, qiz bolaga ham to'g'ri keladigan top 3 xil rangda kiyim tanlaymiz. Ketdi. Xo'p, birinchisi bu bejviy rang hisoblanadi. O'g'il bolaga ham, qiz bolaga ham birdek ketaveradigan neytralniy rang hisoblanadi. Xohlasanglar slip bo'lsin, xohlasanglar mana bunaqa 3 talik, 5 talik kiyim bo'lsin, albatta bu o'g'il bola, qiz bola tanlamaydi. Ikkinchisi bu kul rang va sariq hisoblanadi. Men atiga ikkita rang aralashgan kiyimni tanladim. Buni xohlasanglar kul rangini, xohlasanglar sariq rangini baravar tanlashingiz mumkin, lekin bu rang ham xuddi shunaqa o'g'il bola, qiz bola tanlamaydi. Mana ikkinchi variantimizda ham ko'rishingiz mumkin. Bunda ham xuddi shunaqa ranglar qatnashgan. Uchinchi neytral rang bu mentol rang bo'ladi. Buni ham xoh adnotonniy bo'lsin, xoh oq aralashgan mentol bo'lsin, bu ham qiz bolaga ham, o'g'il bolaga ham birdek ketaveradi. Agar tug'ilajak bolajonning jinsi noaniq bo'ladigan bo'lsa, bemalol mana shu ko'rsatgan ranglarimdan kiyimlarni oldindan xarid qilsanglar bo'ladi. Bu bemalol o'g'il bo'lsin, qiz bo'lsin, inshaalloh to'g'ri keladi.